nimadir yetishmas nimalar rostdek haftada shanba yo jumalar rostdek shuncha andishalar ginalar rostdek bu dunyoda senga yo men ortiqcha nima desammikin aqlim yetmaydi qanchalar o'ylamay aqlim yetmaydi kechib ketay desam shahdim yetmaydi bu dunyoda siz kam yo men ortiqcha bu ne savdo ekan daromadi yo'q bu ne vafo ekan halovati yo'q bu ne dunyo ekan adolati yo'q bu dunyoda sen kam yo men ortiqcha menga qara tur deyapman. Qo'lingizni uch tegsa o'ldiraman. O'lmamini. Yaqinlashma. Qo'lingdan keladimi? Tort. Tushun. Senda ko'nglim yo'q. Meni ham o'zingni ham qiynama. Men endi qiynalmayman. Shuncha qiynalganim yetadi. Men bilan ajrashsangiz, ko'chada qolasiz. Menga buni farqi yo'q. Shu uy ham, mashina ham senga. Men Jamilani sevaman. Tushun meni. Iltimos. Sevmagan insonimni deb sevgan insonimdan voz kecha olmayman. Shu paytgacha menga to'g'riligicha tushuntirsangiz tushunardim. Buni aytishga jur'at topa olmadim. Chunki sen juda ham yaxshi ayol eding. Birdan o'zgarding. Ko'zimga juda yovuz ayol bo'lib ko'rinyapsan. Menga tikka gapiryapsan. Gap so'zlaring ham o'zgargan. Shuning uchun mana bu gaplarni senga bemalol gapiryapman. O'sha paytda seni dilingni ortgim kelmagan. Lekin jonimga ozor bergansiz. Siz sevasiz. Siz mendan shunchaki voz kecha olmaysiz. Kamida menga o'xshab joningiz og'rishi kerak. Bir kun seni o'ldirib qo'ymasligim uchun hozir mendan voz kech, iltimos. O'lgan odamni qayta o'ldira olmaysiz. Sizga telefon bo'lyapti. Oli. Oyi! Ha? Tinchlikmi? Siz chaqirdingiz-ku, tinchlikmi o'zi? Haligi hech kim kelmadimi? Dadangni avvalgi xotinini topdim. U ayol jinnixonada ekan. Dadamni? Dadangni adashmasam, u ayoldan qizi ham bor. Xo'p. Bugun dadang o'sha ayol bilan uchrashganlar. Sen qizni kimligini bil. Ertaga yana dadangdan meros talab qilib yurmasin. Oyi, qayerdan topaman uni? Qani yurchi? Xo'p. Oyi, Ha. aniq shunaqamiki? Ha, aniq. To'xta! To'xta dedim. Qoch yo'ldan. Tush mashinada. To'xta! Qoch dedim yo'ldan. Qoch nima qilib tursan bu yerda? Tush mashinada. Tush! Sen ham erkakmisan, ha? Pastkash. Bir ayolni badnom qilib, bemalol yurishingni qara. Ha? Uyatsiz. Nimalar deyapsan, Michael? Ha? Nima? Tuzukmisan? Ko'p ichvordingmi? Men Yulduzni sevardim. Sen uni badnom qilding. Oybek, nimalar deyapti bu? Sen shuni gapiga ishonyapsanmi hozir? Qo'y, shuni gapiga quloq solmaylik, yur undan ko'ra boyga tanishing oldiga boraylik. Yur.
Siz indamang. Siz bilan hali alohida gaplashamiz. Men bolamni tofolay, keyin bu mavzuga qaytamiz. Menga qarang. Yulduz hozir qayerda? U meni bolamni olib ketgan. Agar aldasang, ikkovingni ham militsiyaga topshiraman. Qayerda u? U xohlagan joyiga ketishi mumkin. Chunki u qishloqdan bosh olib ketgan. Balki u yerga bormagan bo'lishi ham mumkin. Qishlog'i qayer? Parkentda. Parkentda? Aldamayapsanmi? Yo'q. Aldasang qara. To'xta, sen hozir shuni gapiga ishonyapsanmi? Nima sizga ishonishim kerakmi? Bo'pti, birga boramiz. Kerak emas, o'zim. Sen o'zi qayerdan paydo bo'lding? Umida, bilaman. Sen mendan qattiq xafasan. Bunga haqqing bor. O'zimni oqlamayman. Men sizni qanaqa inson ekanligingizni bilaman. Siz yolg'onchisiz. Sizga foydasi bormi, yo'qmi, baribir yolg'on gapirasiz. Hozir qay darajaga yetgan bo'lmay, hammasi yolg'on ustiga qurilgan. Men qizimizni topdim desam, ishonmaysanmi? Nima? Men aldatganim yo'q. Gaplarim rost. Men nazokatni topdim. Nazokatni. Bugun u bilan gaplashdim. Lekin u sendan juda ham qattiq xafa. Bilasanmi? Bugun uni seni oldinga olib kelmoqchi edim, lekin u ko'nmadi. Mayli. Oz qoldi. Bu yerdan chiqib olay. O'zim uni oldiga boraman. Yalinaman, yolvoraman. Undan uzr so'rayman. U meni tushunadi. Unda birga boramiz. Men sizlarni yana birga ko'rishni xohlayman. Yo'q. Yo'q. O'zim boraman. Men shuncha payt qiynaldim. Ko'p doktorlar men odam bo'lmaydi, o'lib ketadi deyishdi. Lekin bir ayol menga yordam berdi. Shuncha yil deganda oyoqqa turdim. Aybimni yuvishimga menga imkoniyat bergan. Sizlarni oldingizda men aybimni yuvishim uchun bor davlatimni, kerak bo'lsa butun mol davlatimni qizimga qoldirishga ham tayyorman. Faqat va faqat sizlar meni kechirsanglar bo'ldi. Shuncha davlatingiz bilan meni yoshligimni qaytara olasizmi? Sizni deb men shu ahvolga tushdim. Jinni bo'ldim, aqldan ozdim. Hatto bolamni ona bo'la turib bolamni o'ldirishgacha bordim. Hammasiga siz aybdorsiz. Siz. Shuncha yil o'tgandan keyin oldimga kelib sizni kechirishimni so'rayapsiz. Sizni hech qachon kechirmayman. Sizga hali Xudo ko'rsatadi. Nima? Hamma mol-mulkingizni hali o'sha qizingizga qoldirmoqchimisiz? Ko'ramiz dedi. Hozir chiqadan u boyvachcha. Menimcha shu ishni to'g'ri qilamiz. Nega qo'rqasan? O'lmaydi. Ana chiqdi. Alo.
Haydar aka, qayerdasiz? Hozir ustaxonaga boraman. Sizga lokatsiya tashlayman. Kelib meni olib keting. Aha, hop. Taksi. Menga qara. Ustiga haydaysan. Xullas, nogiron qilib qo'yaylik shuni. O'lmasa bo'lgani. Hayda. Bos! Barnopa, yaxshimisiz? Ha, o'zing yaxshimisan? Senga bitta iltimosim bor edi. Xo'p, xo'sh, aytingchi. Bugun kasalxonada navbatchi edim. Uydan qo'ng'iroq qilishyapti, bormasam bo'lmaydi. Shunga buguncha meni o'rnimga ishlab ber. Iltimos. Bo'pti, xo'p. Qayerga borishim kerak? Ha, kasalxonaning nomi Chinor. O'sha yerga yetib kelgin. Bo'pti, xo'p, hozir boraman. Xo'p. Allo, Haydar aka, qanisiz? Ko'rmayapsiz-ku mana, shu yerda turibman. Bos! Ustiga bos! Haydar aka, mana yo'l yuzida turibman-ku, shundoq. Qorning och qolmadimi? Hozir ovqatlanamiz. Xo'p. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kim? Meni o'g'lim. Voy o'zim o'rgilim. Nima deb ketding sendan? Bor, ichkariga kirib tur. Hozir biz ham kiramiz. Ha, bo'ladi. Qayerdan olib kelyapsan bolani? Gapirib beraman hali. Boladan voz kechuvding-ku. Qachon kelding? Nega yana yig'lab o'tiribsan? Hozirgina. Bolang qani? Uni otasiga topshirdim. Nima? Hey! Menga qara. Seni esing bormi o'zi? Ha? Nima deyapsan? Voy xudoyim-ey. Buvijon. Menga yordam bering. Og'ir xastalikka chalinibman. Nima? Mendan keyin bolam qiynalmasin. Hech bo'lmasa otasiz o'smasin deb tashlab keldim. Yo'q. Shoshma. Nima deyapsan? Qanaqa kasal? Nima deyapsan o'zi? Gapir. Qanaqa kasal? Saraton. Xudo uni menga qaytarib berdi. Ha? Menga qara. Bu ishing bilan hech narsaga erisha olmaysan. Qaysi zamonda yashayapsan o'zi? Sen bolani qaytarib olib kelganing yo'q, qizim. Sen birovni bolasini o'g'irlab olib kelding. O'g'irlaganim yo'q. U meni bolam. Sen uni tuqqan bo'lishing mumkin. Lekin uni qonuniy onasi u. Menga qara. Nimaga ishonib o'zi meni bolam deyapsan, a? Qani tushuntir menga?
Xo'p, mayli tushuntiraman. Uyga kiraylik. Kir, gaplashamiz. Sen qayerda eding shu paytda? Men o'zimizni ish bilan yurgandim. Qaysi kasalxonaga olib bordinglar? Ana u Hasan bor edi-ku, o'shani kasalxonasidamiz. Bo'ldi, hozir yetib boraman. Xo'p bo'ladi. Ey Xudo! Bolamni o'zing asra. Men qilgan gunohlarning kasriga qolmasin, ey Xudo! Furqat aka, avvalo o'zingizni qo'lga oling. Bolangiz ahvoli o'ta jiddiy. Jigarining katta qismi ishdan chiqqan. Biz qon to'xtashi uchun bir qismini olib tashladik. Ammo qolgan qismi yana tiklanish uchun yetarli emas. Bizga zudlik bilan jigar donori kerak. Hozir Zafarni operatsiya xonasiga ko'chiramiz. Mana men borman-ku, donorlikka men borman. Furqat aka, sizda gepatitning og'ir turi bor. Bu virus o'g'lingizga yuqishi mumkin. Siz donor bo'la olmaysiz. Menga qarang. Bu donor bo'lish uchun yaqin qarindosh bo'lish shartmi? Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin jigar donorligi uchun shart emas. Qon guruhi to'g'ri kelsa, eng asosiysi sog'lom odam bo'lsa bo'ldi. Mayli. Seni tushundim. Qancha vaqtimiz bor hozir? 12 soat. Mayli. Sen bora qol. Mayli. Nima bo'ldi? Zafar ahvoli yaxshimi? Zafarga donor kerakmish. Zudlik bilan sog'lom donorlikka mos keladigan odam topishimiz kerak. Mana menda o'sha odam. Agar meniki to'g'ri kelmasa, to'ychi ham bor. Boringlarga shukr. Menga qara, kelinning bilan Jamilaga xabar ber. Ular ham kelib qon topshirishi kerak. Xo'p bo'ladi. Haydar. Labbi. 12 soat vaqtimiz bor. 12 soat. Bor. Tushundim. Xavotir olmang. Vaqt bizni mag'lub qila olmaydi. Ke qizim, nima bo'ldi? Otang orqasidan bordingmi? Katta muammo bor, oyi. Qanaqa muammo? Zafar avtohalokatga uchradi. Hozir kasalxonada ekan. Unga zudlik bilan donor kerak. Bizdan qolishar ekan. Tezroq bormasak bo'lmaydi, oyi. Shuni aytib qo'ymabsiz-da. Men ham bekor kelibman. Ruxsat so'radim degandingiz-ku? Ha, boya bir bolani olib kelishgandi. Avtohalokatga uchrabdi. Operatsiya bo'ladigan ahvolda. Shuning uchun bosh shifokor hech kimga ruxsat bermayapti. Bechora bolaning ham ahvoli juda ham og'ir ekan. Mayli, Xudo shifo bersin. Men keta qolay unda. Mayli, yaxshi yetib olgin qizim. Uzra, seni bezovta qildim. Faqat kuzatmayman-da, qiladigan ishlarim bor. Mayli, hech qisi yo'q. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi bor. Shuni olib tashlaymi? Ay, Ana bo'ldi. ay. Bo'ldi. Mana chiqdi. Rahmat opa. Juda mehribon ekansiz. Opamni eslatib yordingiz. Og'rimayaptimi? Yo'q, o'tib ketdi og'rig'i. Opam bitta singlim bor edi. Ular tug'ishgan bo'lmasa ham menga juda ham mehribon edi.
Demak, 3-qiz Yulduz ekanda. Sen qiz tinch yurasanmi o'zi? Yulduzni manzili senga nima kerak bo'lib qoldi? Sizga hozir buni tushuntirib bera olmayman. Yulduz seni nega birdaniga esingga tushib qoldi? Nega sen oldinroq qiziqmagansan? Uni olib ketgandan keyin boshqa uchratmayman deb o'ylagandim. Bu narsa 25 yil oldin bo'lgan. Shuncha vaqt ichida boshimizdan nimalar o'tmadi. Bularni esa esimdan chiqargandim. Tushunaman. Sizga kattakon rahmat. Men yana kelarman, xo'p? Bo'pti. Faqat boshingga tushganda emas, kelib yo'qlab turgin. Xo'p. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Haydar, Labi otajon. Aidani top. Uni bu yoqqa olib kel. Xo'p, Shunday bor. Aida. Yulduz? Yulduz shu yerdamisan? Yulduz? Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yulduz qani? Siz Diyorbekni onasimisiz? Dadajon, bo'ldi siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ukam albatta tuzalib ketadi. Donor ham topiladi. Furqat aka, Tinchlikmi? 2 soat vaqtimiz qoldi. O'g'lingiz ahvoli og'irlashyapti. Bolani saqlab qola olmaymiz. Tushundim. Jin ursin. Jamila otasiga men haqimda aytmagan bo'lsin-da. Sen yaramas shu yerda ishlarmiding? Mayli, o'tmishda nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Aytgan gaplarimga uzr so'rayman. Kerak bo'lsa hoziroq. Ammo otangizga men haqimda aytmang, xo'p? Nimaga ekan? Nimaga aytmasligim kerak? O'sha kuni katta gapirayotganding-ku. Meni toqqob chiqib aylantirib kelmoqchi eding. Agar bu gap dadamning qulog'iga yetib borsa, bilasanmi nima bo'ladi? Bilganim uchun sizdan kechirim so'rayman deyapman.
erkakchilikda bo'lib turadi. Furqat aka bilmay qo'ya qolsin. Xullas, iloji bo'lsa bugun kuni bo'yi ko'zimga ko'rinmagin. Men shu yerda bo'laman. Men bolalar uyda katta bo'lganman. O'sha paytda meni ikkita tutingan singlim bor edi. Yaqinda eshitdim. Bittasi o'libdi. Bittasi esa Yulduz ekan. Buni kecha bildim. Shu paytgacha o'z muammolarim bilan e'tibor bermagan ekanman. Men Yulduzni qamalishini xohlamayapman. U o'g'limga zarar yetkazmasligini ham bilaman. Sizga rostdan ham yordam bergim kelyapti. Lekin qanday qilib? Axir qo'limdan hech narsa kelayotgani yo'q-ku. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Ke o'tir Zilola. Ba'zi bir ko'zi ochiq odamlar ko'rolmagan narsani siz ko'rdingiz amaki. Buni qayerdan bildingiz? Men Kumush bilan gaplashib turardim. U menga har zamon ovqat olib chiqib turardi. U bilan qalin do'st edik desam bo'ladi. U menga juda ko'p yordam qilgan. Sen haqingda ham aytgan edi. Ismingni ko'p takrorlar edi. Lekin u baxtsiz edi. Eridan juda ko'p jabr ko'rgan. Qizim, u o'z joniga qasd qilmagan. Uni majburlashgan. Kumush o'z joniga qiladiganlardan emas edi. Amaki, siz bularni qayerdan bilasiz? 4 kun oldin bir odam keldi. O'zini tergovchiman deb tanishtirdi. Ismi G'ulom Yo'ldoshevmi? Ha, shunday. Nima dedi? Kumush haqida, sen haqingda so'radi. Juda aqlli odam. Bu tergovchi meni qiziqtirib qo'ydi. U ham kimdan so'rashni bilibdi-da. Bilganlarimni aytmadim. Bilmaganlarimga javob bermadim. Nega aytmadingiz amaki? Kumushni o'z qizimday yaxshi ko'rardim. Seni birinchi marta uchratganimda va sen o'zingni Kumushman deganingdayoq qandaydir muammo borligini sezgan edim. Shuning uchun ham indamadim. Meni bir narsaga tushunmaganim, sizlar nega o'rin almashdilaring, qizim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Kechadan beri sizni qidiraman. Bu yerga kelishingizni taxmin qilgandim. Nimaga meni qidirdingiz? Xullas, boshimizga katta tashvish tushgan. Musibat. Otangiz sizni chaqiryaptilar. Zudlik bilan yetib borishingiz kerak. Meni vaqtim yo'q. O'g'lim yo'qolgan. Uni qidirib topishim kerak. O'g'lingiz yo'qolgan bo'lsa ham tirik-ku, to'g'rimi? Lekin agar siz hozir men bilan bormasangiz, otangizning o'g'li o'ladi. U siz jigaringiz, bitta-yu bitta ukangiz. Iltimos, bizga yordam bering. Siz biz uchun oxirgi umidsiz. Kumushni ismigina tirik xolos. Lekin o'zi Zilola bo'lib o'lib ketdi. Qizim, agar sen Kumush bo'lib yashab, unga ozor berganlardan o'chingni olmoqchi ekansan, sen shoshma. Ozgina sokin bo'l.
ozgina tin ol, nafas ol. Agar yordam kerak bo'lsa, men doim yoningda bo'laman. Sen qizim oxiri noma'lum bo'lgan yo'ldasan. Bu alaming, nafrating seni yo qamoqqa tiqadi, yo tuproqqa. Bu ketishda bo'lmaydi qizim. Yaxshilab o'ylab, keyin qadam bos. Shoshib qo'yib, keyin afsuslanganingdan kechroq bo'lsa ham ana o'sha maqsadingga yetganing ma'qul. Rahmat amaki. Siz bilan gaplashib, ko'nglim ancha taskin topdi. Arzimaydi qizim. Yulduz to'xta. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Uyingga borgandim. Ha, buvijon? Voy, keldingizmi? Ha, tinchlikmi? Tezda yetib kel degan ekansiz. Ha, mana bu xatni Yulduz tashlab ketdi. Qarang nima degan ekan. Buvijon, men hozir vokzaldaman. Bolamni olib bu yerlardan bosh olib ketyapman. Bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Ha? Jin ursin. Hay! Voy, bo'lmasam. Tezroq orqangga qayt. Bo'lmasam qamalib ketasan. Meni qamashmaydi, chunki bola meniki. Aqlingni yig'. Hozir qaytib boradigan bo'lsam, meni u yerdan haydashadi. Haydashmaydi. Men bunga kafilman. O'sha ayol bilan o'zim gaplashaman. Lekin hozir ketadigan bo'lsang, bolangni hech qachon ko'rmaysan. Hozir o'sha Aidaga telefon qil. Qaytishingni ayt. Agar ular ichki ishlarga ariza berishsa, keyin kech qolasan. Qo'ng'iroq qil. Tezroq. Aytganimni qil, Yulduz. Bu qanday rasm? Bular kim? Bu qiz menman-ku. Bu rasm menda nima qilyapti? Nazokat, sen ham shunaqa yig'laganmisan? Ha. Meni oyim yo'g'ini ayta olmayman. O'zingcha sen ham yig'laganmisan? Men eslolmayman. Yur ana o qizni yoniga boramiz. Ketdik. Nahotki nazokat Aida bo'lsa. Alo, Yulduz? Voy, qayerdasizlar? Nazokat. Sen nazokatmiding? O'g'lingdan xavotir olma. U yaxshi. Sog' salomat. Men vokzaldaman. Hozir yetib boraman. Xo'p, mayli. Men kasalxonadaman. Manzilni senga tashab qo'yaman. Xo'p. Xudoga shukr. O'g'lingiz topildimi? Ha, topildi. Alo. Oybek aka? Ariza yozmadingizmi hali? Yo'q, hali ichkari kirganim yo'q. Iltimos yozmang. Nimaga? Yulduz bolani olib kelyapti. Yo'q-e? Hmm. Qayerdasan? Biz kechqurun boramiz. Bo'pti. Xo'p. 1 soat vaqtimiz qoldi. Tezlashaylik. Yaxshi, yuring. Qani?
Xullas qizim, mana shunaqa gap. Bizni bor yo'g'i 1 soat vaqtimiz qoldi. Bizga yordam ber. Opajon, bizga yordam bering. Sizni o'z opamdek ko'raman. Tug'ishgan bo'lmasak ham opa-singil bo'laylik. Hozir vaziyatimiz juda ham og'ir. Iltimos. Mayli, roziman. Nima qilishim kerak? Yuring, sizga qon topshiradigan xonani ko'rsataman. Xo'p. Marhamat. Mana shu xona. Voy, sekinroq. opa, Tushunmadim. Sen bu yerda nima qilyapsan? men xalaga qon topshirishga Singlimni nima aybi bor? Nimaga uni bu yerga olib keldingiz? Ye, biz olib kelganimiz yo'q. Yo, opa, men o'zim keldim. Ey, menga qara, sen jim tur. Bor chiq tashqariga. Bo'l. Singlingiz hech kim olib kelmadi. Uni o'zi keldi. Bemor yigit bilan menimcha jiddiy munosabati bor. Ahmoq. Yaxshiyam kelibman. Bo'ling. Qonni tezroq oling, iltimos. Boring, siz ham tashqariga chiqing. Mayli. Sizga kattakon rahmat. Keling, siz bilan opa-singil tutinsak, nima deysiz? Xo'p, mayli. O'zi shundoq ham ikkita singlim bor. Nazo. Voy. Meni kechir. Xato qildim. Nega ismingni o'zgartirding? Buni senga keyin tushuntirib beraman. O'g'lim. Assalomu alaykum. Ha, tanish. Bu ayol Jamila. Bu ham senga o'xshagan tutingan singlim. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Aida, siz donorlikka tasdiqlandingiz. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Men bilan yuring. Xo'p, hozir. Xo'p. Nimalar bo'lyapti o'zi? Keyin tushuntirib beraman. Diyorbekni senga ishondim. Yana olib qochib ketmagin, a? Bora qol. Ketdikmi? Xo'sh, Zilola. Bu bilan nima demoqchisan? Agar kuyovingdan, ya'ni Murod akadan uzoq yurmasam, o'sha videoni dadamga ko'rsatasanmi? Ha, xuddi shunday. Ko'rsataman. O'zi, bu videoni qayerdan olding? Izlagan imkon topar deyishadi. Uylaring juda ham chiroyli ishlamgin ekan, ha? Meni bu yerga shuning uchun chaqirganmiding? Ha. Agar kuyovimdan uzoqroq yurmasang, Murod aka bilan bo'lgan o'sha videoni nafaqat otangga, balki internetga ham qo'yib sharmandangni chiqaraman. Tushunarli. Juda ham aqlli ayol ekansan. Mayli, men ko'ndirding. Agar orada sening kumush bo'lmaganda bizdan zo'r dugona chiqardi. Ahmoq, tanimadi. O'sha kumush menman-ku. Men sendaylar bilan dugona bo'lmayman. Mana. Dorinchi yordingmi? Ma?
mayli meni ko'ndirding. Mayli men keta qolay. Kolaga nima qo'shganding? Hech narsa qilganim yo'q. Mazam bo'lmayaptimi? Ahvoling yaxshimi? Qo'ling tort. dengizida dog' ko'nglini yuvolmagan yolg'izlar, ketma ket sinovlar oxini quvolmagan yolg'izlar, qalbsiz yashar qalbini olib ketdi bir nomard, bir sevib boshqa hech kimni sevolmagan yolg'izlar, bir sevib boshqa hech kimni sevolmagan yolg'izlar. Ey yolg'izlar, oh yolg'izlar, ey yolg'izlar.